Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilari, aziz obunachilarim, hammalaringizni kirib kelayotgan Qurbon bayrami bilan tabriklayman. Hayit bayrami bilan jonlaringiz sog' bo'lsin. Bizni kuzatadiganlar O'zbekistondan, Tojikistondan, musofirda yurgan, Rossiyada yurgan akalar, hammalaringiz jonlaringiz sog' bo'lsin. Adishu xursandman, Qirg'izistondan kuzatyapti bizni. Hammalaringiz jonlaringiz sog' bo'lsin. Hammalaringizga alangalik salom bo'lsin. Orifdan. Mana endi biz qo'z ajratamiz jaylovdan. Qurbonlikka qo'z ajratamiz. Videoni kuzatishda davom etingizlar. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Mana qo'ylar mana shunaqa holatda. Mana aka kech bo'lyapti. Qo'yni to'daladik. Ko'rib baho beringizlar. Bittadan layklar bosingizlar ayamasdan. Bu video 5-iyun kuni montaj qilinyapti. Ko'rib baho beringizlar. Jaylov. Good. Bu taraf muzlik. Ag'ba deydi. Ag'bada ham qorlar shuncha qoldi. Ko'rib turganlaringizdek, jaylovda mana shunaqa holat. Varzovskiy jaylov bular. Ko'plar mana shu videodagi muzikani so'rayapti. Kimga kerak bo'lsa, WhatsApp nomerimni qoldiraman. +992 987 01 90 97. Kimga kerak bo'lsa shu WhatsAppdan tashlab beraman. WhatsAppga shu muzika kerak dengizlar, tashlab beraman. Ko'plar kommentariya yozyapti, shu muzikani qanday topsak bo'ladi deydi. Shu WhatsAppga yozingizlar, shu muzikani sizlarga tashlab beraman.
Mana ko'ringizlar, qurbonlikqa ajralgan qo'zlarni ko'ringizlar. Bu qo'zlar hammasi sotilib tugadi. Oldi dekabrski qo'zlar 3000 so'mdan ketdi. Ya'ni O'zbekiston puliga 3000 so'm. Rublga keladigan bo'lsa 30 ming rubl, 30 ming, 25 ming qarib 25 ming rubldan. 25 ming, 24 ming rubl. Bitta dekabrski qo'zlar. Shunchadan ketdi. Hammasi tugab ketdi. Shularning hammasi qurbonlikqa ajratildi. Shamil bozorga chiqdi, hammasi sotildi. O'sha sog'liqlar, qo'zilar hammasi sotildi. Mana ko'rib baho beringizlar. Qurbon hayitgacha shuncha tayyor bo'ldi qo'ylar. Mehnatimizga bittadan layklar bosingizlar, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirishlaringiz mumkin. Jonlaringiz sog' bo'lsin, omon bo'lingizlar. Bizni kuzatishda davom etingizlar. Kamina Kamtargina Oripov Orif. Men bilan bog'lanmoqchi bo'lsalaringiz telefon nomerimni qoldiraman. +992 987 01 90 97 WhatsApp nomerim. Yozishingiz mumkin.